Benzina Taxta bozor orqasidagi Bo'ston mahallasida betonkaga yaqin joyda 102 sotixga qurilgan 170 kvadratli kottejimiz kadastri chiqqan sotuvga qo'yildi. Arzon narxda kanalida 67 ming dollarga obzor qilib beryapmiz. Eng yaxshi tarafi yarmini berib, yarmi qolgan yarmiga 1760 dollardan 2 yilga, ya'ni 24 oyga bo'lib to'lasalaringiz bo'ladi. Mana umumiy ko'chaning ko'rinishi 8 ta kottej tushgan. Kirganimizda kattakon hol, chap qo'lda o'zining alohida sanuzeli. Mana bu yerda kirganimizda kattakon hol, o'ng qo'lda kattakon taxminan 4,5 ga 5 razmerli zali, ya'ni mehmonxonasi. Bu yer oshxona uchun joylar tashib ketilgan, dimoxotlarida bor tashlab ketilgan. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi, endi yosh keksalar asosan yotishadi. Shunga mo'ljallangan. Ikkinchi etajga chiqqanimizda chap qo'lda umumiy sanuzeli bor. Mana zina orqali chiqilganda, mana zinaning tagida ham yaxshigina joy tashlab ketilgan, oyoq kiyim uchun garderob qo'yishga. Tepani ham tanishtiramiz. Zinadan chiqqanimizda ikkinchi etajda kattakon holi, umumiy bitta sanuzeli bor va narida xonada ham katta yotoqxonada ham sanuzeli bor. Jami 2 ta sanuzel bor ikkinchi etajda. Bu umumiy hisobda 3-xonasi. Akvaramlari bilan ko'rishlaringiz mumkin, yaxshi kattasini qo'yib qo'yilgan. Bu yerda 4-xonasi. Pishgan g'ishtdan hamma tomoni. Bu tarafda mana oxirgi 5-xonasi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda alohida sanuzel, garderoblari bor. Narxi 67 ming dollar. Ikkitasining narxi shunaqa, qolganlarga salgina qo'shilgan joyi bor. Buning yarmini berib, yarmini 24 oyga 1760 dollardan aylanyapti. Rasorchilik qilsalaringiz bo'ladi. Mana ko'chalarni ko'rishlaringiz mumkin. Naqalar keng, yorug', asfalt qilingan sokin mahalla. O'zlaringiz nomingizga o'tkazib berilib, taqiq qo'yib qo'yiladi, sotishga taqiq qo'yib qo'yiladi. Bir oy remont qilsalaringiz, ikkinchi oydan ko'chib ko'rsalaringiz bo'ladi bemalol. Remontda tayyor turibdi. Yaxshi arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling, pastda nomerga aloqaga chiqib berasiz.